Barchaga salom do'stlar, sizlar men sport жаңалыктары videoni басамас burun arnaga tirkelib videoga like basuudu unutmangizlar. Eng so'nggi жаңалыктар tek qana bizde bo'ladi. Canelo Alim chempioni men qarimta qatsin suraqtarga nukta qo'ydi. Ikkinchi o'rta salmoqda absolut chempion meksikalik Saul Canelo Alvarez jartalay avur divizionda WBA super belbio'ye rossiyalik Dmitriy Bivolmen qarimta jekpe-jekka qay salmoqda o'tayotganini aytdi deb xabarlaydi. Alvarezning so'zincha ikkinchi ayqas meksikalik jurnalist topgan divizionda o'taydi. Sol salmoq bo'ladi. Bu masalaga nuqta qo'yildi, dedi Alvarez. Sonымен birga Saul bu yo'li jeniske yetib kumendanbaydi. Arine men honi jeni alamin, bu senimdilikning g'ana emas. Buni bilaman. Bivoldi jenu mening hozirgi basta maqsadim, dedi meksikalik. Yerbosunovning komandasi Aydosga qattiq ma'lumdama jasadi. Qozog'istonlik bokschi Aydos Yerbosunovning жағдайы aytavur yaxsharib qoldi. Hozirgi tanda ол tipda o'z betinchi qo'zg'ala da oladi ekan. Bu turali Aydosning ishini yurgizayotgan Süleyman Promoters kompaniyasi xabarladi deb yozadi. Bugungi tanda bokschimiz aytarliqday yaxsharib qoldi. Ол o'z oyog'imen yura oladi. Psixikasida yaxshi kuydi. Darigerlarмен söylesib olardi so'rag'anini javob berudi. Mamandардың so'zincha Aydos yildam sog'ib keladi. Tipti yaqin arada onu avruxonadan chiqarib otanına qaytuga mumkinlik tuatin siyaqti. Sonымен birga Aydosning jubayi da AQShga keldi. Yani onun qasında Arine бұл ол үшін үлкен демеу, deydi promoterlik kompaniyasining vakillari. Sizlarмен sport жаңалықтары болды. Arnaga tirkelib videoga like basuudu unutmangizlar. Eng so'nggi жаңалықтар tek qana bizde bo'ladi.